Hormanglar, bugun ading spirti registratsiya qilamiz. Birinchi taym bosamiz. Birinchi taym bosganimizdan so'ng siz nima o'ynaysiz? Futbolga stavka bo'lsa sport tanlaysiz, agar kazino oddiy o'yinlar bo'lsa birga yeymiz. Birga yeymiz bosganimizdan so'ng F777 ni yozamiz. Pul kirgizish va chiqarishda oson bo'ladi, ham 500 dan 1500 gacha bonus beradi. Promokod degan joyini esdan chiqarmangizlar. F777 registratsiya. Ya'ni robot. Peshxod. Bizlarga akkaunt ochildi. Bitta screenshot qilsak, erta kerak bo'ladi. Dalil. Pul to'ldirish. Mana пополнить сейчасmi turibdi. O'shani bosamiz. Akkauntimizga pul to'ldirsak bo'ladi. Humo Oscar payme. Shu o'zingizga qulay bayagidan pul to'ldirganimizdan so'ng pul o'tamiz. Pul chiqarishga kelayotgan bo'lsak, pul chiqarish shuni tagidagi minuscha. Minuscha bosganimizdan keyin Visa, Humo, Mastercard, Humoga chiqarsak bo'ladi. Binance, kriptovalyutaga ham chiqarsak bo'ladi pullarni. Sizda qaysi biri bo'lsa. Hozir balansni to'ldirib o'ynab ko'ramiz. 5 minut ekranni o'chirib turaman. Balans to'ldirib olay. Mana balansimiz to'ldirib oldik. To'ldirib olganimizdan so'ng o'yinlarga o'tamiz. Qani qaysi birida balansni ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Vampirga o'ynab ko'raylik qani. 250 KSMgacha beradi. Necha puldan bossak? 100 mingdan. 300 mingdan. Qani. Balans ko'taramiz. 1 milliondan. Yo bor qilamiz, yo yo'q qilamiz. Mana liniyani ushladik, liniyani. Ikkita tushsa liniyani ushlaysizlar. 11 million, 29 million bo'ldi balans. Bugunga yetadi. 14 million balans bilan 29 million 14 ming deb tilamayman qo'la. 14 million depozit bilan 29 million turist. Bugunga yetadi.